Assalomu alaykum gaz balons kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda mana trekker mashinasini olib qo'yganmiz. 1.2 turbina motor 100% gazda yuradi. Bu mashinamizdagi Polsha оборудованиялari bilan propan o'rnatib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Reduktor R02 03 farsunkamiz, sportivniy Kunex Plus miyamiz, monograzniy filtr, одноразовый filtr. Ko'ryapsizlar, hammasi Stak firmasiga tegishli Polsha mahsuloti. Bu hammasi bir xil firma bo'lgani uchun mashinaning yurishida idealniy bo'ladi, zo'r tushadi. Ko'ryapsizlar, original mahsulotlar bilan sifatli qilib o'rnatib beramiz. Okamizni Instagramdan ko'rib kelgan ekanlar, bularga ham chiroyli o'rnatib beramiz. Sizlarni ham gaz balonimizni kutib qolamiz. Kelsanglar, chiroyli qilib sizlarga ham original zapchastlar bilan xohlasanglar bo'lib to'lash, halol narsa savdoga, xohlasanglar naqd variantlariga qo'yib beramiz. Gaz balonimizni ko'rishguncha like bosishni unutmanglar. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammanglarga rahmat.